Qo'qon Art rezidensiyasida Alijon Rahimovning rasmlar ko'rgazmasi o'tkazildi. Alijon Rahimov ijodining 40 yilligiga bag'ishlangan Yurt va hayot chiziqlarimda mavzusidagi ko'rgazmaning tantanali ochilish marosimida Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov, O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi raisi Ibrohim Valixo'jayev, mamlakatimizning turli hududlaridan kelgan ijodkorlar va shahrimizdagi yosh san'at ixlosmandlari ishtirok etdilar. Ma'rufjon Usmonov davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan Qo'qon shahrida tashkil etilgan art galereya milliy qadriyatlarimizni yanada keng targ'ib etishga, o'sib kelayotgan yosh avlodni madaniyat, tasviriy va amaliy san'atga keng jalb etishga imkon berganini alohida ta'kidlab o'tdi. Ko'p yillardan beri xalqimizga o'zining serqirra ijodi bilan xizmat qilib kelayotgan Alijon Rahimovga Qo'qon shahar hokimining tashakkurnomasi va esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi raisi Ibrohim Valixo'jayev ham Alijon Rahimov timsolida Qo'qon shahrida ijod ahliga ko'rsatilayotgan yuksak e'tiborni e'tirof etdi va Qo'qon shahar hokimiga O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasi oltin medalini tantanali ravishda topshirdi. Bularga yaratilgan sharoit o'zidan o'zi muhim. Bundan oldin qancha joylarni bitirganmiz. Marjanaga taklif qilganlar bir qancha joylarni borib ko'rganmiz. Va qarang, oxirgi mana berilgan natija juda ham ajoyib. Butun respublikaga ko'rsatsa arziydigan. Tadbirda ustozning shogirdlari, turli viloyatlardan kelgan hamkasblari hamda oila a'zolari ham tashkil etilgan ko'rgazmaga yuksak baho berib, o'zlarining samimiy tilaklarini bildirdilar. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar. Biz Andijonda faxrlanamiz. Chunki Qo'qonda eng go'zal ko'ringan rassomlardan biz ba'zi ijodlarini hamma joyda ko'rsatishga harakat qilamiz. Alijon Rahimovni rang tasvir bo'ladimi yoki grafika sohasida bo'ladimi ishlarida qanaqadir o'ziga xoslik bor deyapmiz. Bu yerda aytib o'tishimiz kerak. Rassomning, muallifning o'zining ichki dunyosini, o'zini ichki tuyg'ularini ranglar orqali yoki chiziqlar orqali ko'rsatib berish mahorati borligini. Men bu ko'rgazmada Alijon Rahimovni grafikalik ishlarini alohida baholamoqchiman, chunki bu yerda u o'ziga xos tarzda shu o'lkaning go'zalligini chiziqlar orqali birgina rang yoki oq fonda qora rangda ko'rsata olgan. Ko'rgazmaga tashrif buyurgan tomoshabinlar va ayniqsa yoshlar noyob iqtidor egasi tomonidan yaratilgan asarlar, ona vatanimiz timsollari, portret va natyurmortlar bilan tanishib, ko'rgazmadan badiiy estetik zavq olish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ulug'bek Norboyev, Munisaxon Qambaraliyeva, Qo'qon shahar hokimligi matbuot xizmati uchun.